Kimda namaz qilasiz, bizda yozib olamiz. Ondan keyin yozib boshlaymiz beramiz. Namaz qilasiz, bizda tashlaymiz. Kimda namaz qilganga tashlab buyurgan bo'lsa, aytgan muammosi bo'lsa. Namaz qilgan. Ayting. Yo'q, xo'jalik bo'yicha sizni namozlarga keldingiz? Pul to'lash, ha? Kassada, qanaqa muammo yo'q? Yo'q, muammo yo'q. Siz payment bo'yicha. Sizdan pul to'lash. Qanaqa bankda muammo yo'q? Yo'q, bunaqa mumkin kechqurun ham tengdashmaydi. Boyda bezovta qo'ymaydi.